Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli tong. Ayrim nodon kimsalar insonlarni ajratar. Toifaga erinmay, boy deb yoki faqir deb. Bilishmaydi ertaga kimdir bor, kimdir yo'q. Haddingizni bilingiz. Bu dunyoga mehmonmiz. Yaratganning bandasi, payg'ambarning ummati. Odam ato farzandi, musulmonmiz hammamiz. Ne bo'lsa ham, ey do'stlar, hammani teng ko'ringiz. Boylikni so'rashmaydi, ibodatda bo'lingiz. Muallif Feruz Rustamova. Barchaga bugungi boshlanayotgan yangi kunimiz xayrli, fayzli va barakatli bo'lsin. Sizni va yaqinlaringizni yaxshi kayfiyat aslo tark etmasin. Bugungi kuningiz solih amallarga to'la bo'lsin.